Baliqchilik va fermer xo'jaligi bor tadbirkorlar diqqatiga. Hozirgi kunda siz 160 kilovatdan 250 kilovatgacha suv nasoslari ishlatgan bo'lsangiz, hozir men sizga haqiqiy ekonomishni suv nasosini ko'rsataman. Undan oldin esa videoga bitta like bosib, hozirroq bizga obuna bo'ling. Biz tanishtirishni boshladik. Bu ko'rib turgan Sintra-Bejniy nasosimiz soatiga 2,5 ming tonnagacha suvni 10 metr balandlikda atiga 75 kilovat bilan chiqarib bera oladi. Bu turdagi nasoslarimizning 200 li, 250 li, 300, 350, 400, 500 va hatto 650 ligi ham sotuvda mavjud. Bu esa katta hajmdagi suv chiqaradigan fermer xo'jaliklari va korxonalar uchun elektr xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Eng muhimi, bizning mutaxassislarimiz ushbu turdagi nasoslarning kilovatini ozroq o'zgartirish orqali hattoki 20 metr balandlikgacha ham suv chiqaradigan qilib berishadi. Nasos tanlashda xato qilish sizga qimmatga tushadi. Qaysi nasos aynan sizga mos va qancha elektr tejashingiz mumkin? Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga telefon qiling.